Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyadası da qacırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islahı 2020 yıl. 2. ayının 23. günü. Haftaya yakşanba. Vaziyet doğrusu bir kelime hazır torbet yetip geldi. Naziriçi, obzorçi, Çimpokun dedi ki, Kompartiyanın yukarı derecelik emeldarları kaçışa başladı. Bunun mezmunundakiler katın kürelisek, kürelisek diyelim vakit yetse. Yetkisi bir mavzusu şu, Kompartiyanın yukarı derecelik emeldarları kaçışa başladı. Vaziyet şu. Bugün bizden silahı sözleydik leksiyelerimizin mezmunu tüvendikçe. Hürmetli vatandaşlar, mavzumunda toxtatqılı bolmaydigan suikast nazariyesi. Tacisiman öpkiyallığı bir olsa, Cungo'nun biyologiyli garbi koralı mı? Mavzulu haber 2. ayının 22. günü Amerika avazının Xitay tel programımız ilan kılındı. Haber bundak başlan. Bunun optörü Liya. Washington. Jungo Wuhan'ga tuyuqsiz yetip kelgen tacisiman öpkiyallığı virusu. Jungo Pella Akademisi'nin Wuhan virus tadqiqatı o'rnini jamoat fikrining qaynamağa aylandırdı. Bu tadqiqat o'rni to'g'risidagi xilma-xil gaplar jumladan Jungo harbiy taraf generalının bu tadqiqat o'rnini o'tkazib olganligi to'g'risidagi gaplar hamda Jungo doiralarining biologiyalik bexatarlik qonuni jiddiy o'ttirg'i elib chiqmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi gap cho'chaklar tor betlarda har xil qiyos va farazlarni o'ttirg'i chiqadi. Kechiring vatandoshlar. Cümleden tecrübehanada biriktirilgen kesel virusu taşkırığı çıkıp kettiği değildi. Hatta bazıları kıyas kılıp kesel virusu Jungo harbi tarafının harbi kuralla yasaş tadqiqatıga münasebetlik değişti. Jungo alakadar tarafla ve garb dünyasındaki bazı ilim nüfuzları mütehassisler mundaq suikast nazariyani tanqid qilishgan bo'ldi. Lekin bu tanqid qilish torbetlardagi fikr bo'lg'usini hargiz besqira olmadi. Bu virus tadqiqot o'rni tadqiqotchilariga intayin zo'r ziyon soldi. Kichik mavzu. Virus tarqalgan kundan boshlab torbetlarida Wuhan P4 tadqiqot o'rni to'g'risida har shakillik gaplar tarqalishga boshladi. Masalan, yangi tacisiman virus qo'l bilan biriktirilgan kesal virusi P4 tajribaxonasidan chiqib ketgan. Ma'lum tadqiqotchi kesal virusi sababli o'lib ketgan. Ma'lum tadqiqotchi dastlabki virus yuqtirib olgan va akaza. Wuhan virusi tadqiqoti o'rni o'pkiyallığı virusining bu tajribaxonadan chiqib ketganligini qattiq turib inkor qildi. Bu tadqiqot o'rni 2. ayning 19. kuni kechda ishchi xizmatchilar va tadqiqotchilarga bir parcha xat e'lon qilib, xatda mundaq ko'rsatdi. Bu söz cho'chaklar tadqiq qilishning birinchi sepida tadqiqot bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarga ziyon yetkazdi. Ham tadqiqotchilar o'ziga olgan jiddiy operatsiyalik tadqiqot o'tkili vazifalarga to'sqinlik paydo qildi. Tadqiqot o'rni mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir oydan ortiq vaqt ichida tadqiqot o'rnidagi barliq xodimlar yurak qanini singdirdi. Wuhan virusi tadqiqot o'rni o'ttirg'i chiqib, so'zcho'chaklardan o'zini qochirish bilan birga virus tadqiqoti o'rniga yaqin joylashgan Huanan dengiz mahsulotlari bozoriga 300 metr
keladigan Wuhan ciddi kasalları tizginlash merkezimi gumon qilish obyektiga aylandi. Keyin torbetda elib etilgan bir parcha maqolada mundaq ko'rsatildi. Wuhan ciddi kasallarni tizginlash tajribaxonasida biron tadqiq qilinayotgan hayvon shaparang tadqiqotchilar hujum qilish voqeasi yuz bergan. Texmo cho'chitadigan kishini cho'chitadigan bir so'zi shu bo'ldiki, virus tajriba qilish bilan biriktirilgan biologik harbiy qurol deyildi. Virus tajriba qilish biriktirilgan biologik harbiy qurol deyildi. Torbetlarda eqib yurgan so'z cho'chaklarda mundaq deyildi. Wuhan virus tadqiqoti o'rni ozodlik armiyaning biologiyalik qurollarni tadqiq qilish turlariga munosabatlik bundaq so'z cho'chaklar va tojisimon virus to'g'risida torbetlarda eqib yurgan Amerikaning biologiyalik quroli degan gap so'z bilan qarama-qarshi bo'lib qoldi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.